Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga novoy modellarda, knopka telefonlarda, yangicha modellarda olib kelganmiz. Men sizlarga ko'rsatib chiqaman. Hammasini qanaqa modellar, yangi modellarimiz bor. Hammasini ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi o'rinda ochilib yopiladigan telefonlarni shunaqa chiroylilarini olib kelib qo'yganmiz. Buning ichlarida batareykalari, zaryadchilari hamma narsasi bor. Ranglari shunaqa bardoviy rang bo'ladi. Type-C dan zaryad oladi. 1 yil ofitsial garantiyasi bor bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rinishlari xuddi shunaqa bo'ladi. Xo'p, yana bitta ochilib yopiladigan modelimiz xuddi shunaqa Z350 modeli bo'ladi. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bularda endi prosessorlari kuchliroq bo'lib chiqqan bo'ladi. Modellar Z350 bo'ladi. Ikkita sim karta tushadi, Type-C bo'ladi. Xo'p, egiluvchan korpus bo'ladi. Bemalol egib qilib ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p. Keyingi modelimiz oddiy modellarimizdan shunaqangi Novaid shunaqangi modellari bo'ladi. 130 modeli bo'ladi. Buni ham ichida zaryadchilari chiqadi. Hammasiga 1 yil ofitsial garantiyasi bilan qilib beramiz. Yangi modellar, narxlari juda arzon chiqqan, yaxshi model. 1 yil imeykalariga o'ziga servis sentrlarida garantiyalar beramiz. Imeyka o'chib qoldi, unaqa muammolar bo'lmaydi. Buni modellar narsalari keladigan, funksiyalari keladigan bo'lsa, ovozi baland chiqadi. Vaqtda ovozli, soati va ovozli aytishi funksiyalari bor. Radioda ham bemalol naushniksiz ishlatsanglar bo'ladi bunda. Hop, bu modellarimiz ham bor. Arzon narxlarda qilib beramiz. Hop, keyingi modelimiz Novaidda shunaqa hozirgi juda mashhur bo'layotgan SE modeli bo'ladi Novaidda. Shunaqangi bardoviy, ayollar uchun juda chiroyli chiqqan. Rostdan ko'rsanglar, ushlab ko'rsanglar ham maza qilib ishlatadigan telefon bo'lgan. Knopka telefon ishlatmaydigan odam xudo xolasa ishlataman deb qoladi bu telefonni ko'rib. Ranglari juda chiroyli, bardoviylarni shunaqangi plombalar bilan qilib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa 91 290 67 77 nomeriga telefon qilinglar. Xo'p, yana bitta ochilib yopiladigan modellar sizlar uchun olib kelib qo'yganmiz X70 modeli. Samsungni qaysi modeliga o'xshaydi? Model esimdan chiqib qoldi. Hozir Samsungning qaysi modeligini. Ko'rinishlari vaqti zo'r bo'ladi. Ichlarida buni ham zaryadchilari hamma narsasi chiqadi. X70 modeli, buni ham funksiyasi juda ko'p. Bunga ham imeykalariga, selekkalariga hamma narsasiga 1 yil garantiyasini qilib beramiz. Arzon narxlardan qilib beramiz. Instagramga obuna bo'lib qo'ysanglar, o'tib YouTube'ga ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, oxirgi modelimiz hamma so'ragan, hammani ko'nglidan joy olgan, hozirgi paytda O'zbekistonda mana zo'r ishlayotgan telefonlarimiz Novaid Senat modeli bo'ladi. Bu telefonni ta'riflashda hojati yo'q. O'zi hamma odam biladi o'zi buni. Antenalari va zo'r ishlaydi. Ishlashlari zo'r, prosessorlari kuchli bo'lib chiqqan bo'ladi. Har tomonlama zo'r Senat modeli bo'ladi. Xo'p, Novaidda kimga shunaqa modellar kerak bo'ladigan bo'lsa, yana har xil modelimiz bor. 50 xil, 60 xildan oshiq modellarimiz bor. Xolisi ochilib yopiladigan, xolisiz yana boshqacha modellari bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, sizlarga yaxshi narxlarda, zo'r narxlarda qilib beramiz. Hammaga rahmat.